Jahon chempionati play-offida kutilayotgan eng qiziqarli to'qnashuvlar. Videoni oxirigacha ko'ring, birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi eng qiziqarli o'yinlardan biri AQSh va Eron. Futbol taraflama ham siyosiy taraflama ham juda ham qiziqarli bo'lgan ikkita terma jamoa play-off bahsida o'ynashi mumkin ekan. Agar ikkala terma jamoa ham guruhlarda ikkinchi o'rinni egallab keyingi bosqichga chiqsa. Va nihoyat kutilgan taxminlardan biri Argentina va Portugaliya ikkita afsonaning bir-biriga qarshi oxirgi bahsini ko'rishimiz mumkin desak ham bo'laveradi. Agar ikkita terma jamoa guruhlarida birinchi o'rinni egallab chiqsa, ular play-off bahsining 1/4 finalda to'qnash kelishining guvohiga aylanishimiz mumkin. Va shaxsan men uchun eng qiziqarli bo'ladigan yana bitta uchrashuv Marokash va Senegal. Bu terma jamoalarni bilamiz, Afrika Kubogida bir ikkita mojarolar bo'lgan sababli o'sha yerda unchalik kelisha olmay qolishganda, endi jahon chempionatida ikkala terma jamoa bir-biri bilan to'qnash kelishi mumkin. Buning uchun Senegal o'z guruhida birinchi o'rin bilan play-off yo'llanmasini qo'lga kiritishi kerak, Marokash esa eng yaxshi 3-o'rinni egallagan holda keyingi bosqichga chiqishi kerak. Shunda ikkala terma jamoa bir-biri bilan to'qnash kelishi mumkin ekan. Ha do'stlar, futbol ba'zida shu taraflama ham juda ham qiziqarli. Kuzatamiz.